Amerika 2018 yılı xalqaro diniy erkinlik dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlarga maxsus sahifa ajratdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharq Turkiston vaziyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Men bu yerda bir qism Uyg'urlarni ko'rish fursatiga erishdim. Afsuski Xitoydagi Uyg'urlarning ko'pinchisining o'z hikoyasini so'zlash fursati yo'q. Xinjiangdagi diniy erkinlikka qarata kishini cho'chitadigan tajovuzchiliklarni xotirlash uchun bu yilgi Xitoy doklatimizga yangi bir bob qo'shdik. Tarix bu kishilik huquq tajovuzchiligiga sukut qilmaydi. Lekin bizga o'xshash erkinlikning ovozi bo'lganlarning buni xotirlab qo'yishiga ehtiyojliq. Xitoy xalqaroning ko'zini bo'yab, Sharq Turkistondagi zulmlarni yo'shirish uchun atalmish diniy vakillar umikini Malayziyaga avatdi. Egilinishcha Islom dini jamiyatining muavin raisi Abduraqib To'mirniyoz Malayziyadagi har qaysi soha kishilarga Xitoyning atalmish diniy erkinlik siyosatini tonishtirgan va Xitoyning diniy e'tiqodga hech qanday cheklama qo'ymaganligini aytgan. Juma kuni 600 dan ortiq Amerika korxonachisi Trampga o'rtaq imzolab maktub yozib, hukumatning Xitoy mollariga tammojni bejni o'stirishni qo'llaydiganligini bildirdi. Ularning qarashicha bu Amerikada ish o'rnini kuchaytirib, korxonalarning tanarqini azaytadi ekan. Bu maktub Amerika savdo lobbichilari tomonidan bir guvohlik yig'inida sunilgan. Bu shirkatlarning ko'pinchisi o'rta va kichik tipdagi korxonalar ekan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika savdo ministrligi 5 Xitoy korxonasini qora tizimlikka kirgizib, ularning Amerikadan o'zak va parchalarni sotib olishini chekladi. Amerika prezidenti Trump agar Iran yadro qurollaridan voz kechsa, Iranning eng yaxshi do'sti bo'lishi mumkinligini aytdi. Trump Iran yadro qurollaridan voz kechsa, boy va baxtli bir davlat bo'lganligini ta'kidladi. U Iranning yadro qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlab, agar shunday qilsa, Iran boy davlatga aylanadi, men ularning eng yaxshi do'sti bo'laman, shunday bo'lishni umid qilaman dedi. Shuning bilan birga Iran masalasini hal qilishda harbiy harakatning har vaqt tanlashlar orasida borligini aytdi. Hong Kongda jinoyatchilar Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochadigan qonun loyihasiga qarshi chiqqan namoyishchilar talablarga javob kelmagandan keyin hukumat binosidan chekindi. Namoyishchilar hukumatning bu qonun loyihasini bekor qilishni 12-iyun soqchilar bilan namoyishchilar orasida yuz bergan to'qinishlarni isyon deb qaramasligini, namoyishchilarga qurol ishlatgan soqchilarni jazolashni va namoyishchilarga qartilgan barliq ayblashlarni amaldan qoldirishni talab qilgan. O'qituvchilar bu qonun loyihasi ma'qullangan bo'lsa, Hong Kongdagi faoliyatchilarning Xitoydan zarba berish nishoniga aylanib qolishdan ansirmoqda.